Do'stlar, videoroligimizga boshlanishdan oldin sizlardan bitta iltimos qo'ymoqchiman do'stlar. Iltimos. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki do'stlar, bizning kanalimizdan obuna bo'lmasdan kuzatib o'tganlar soni vashsha ko'p ekan. Shunday opsiyaga tushasizlar, opsiyaga emas, videoning pastiga va qizil knopkacha bor. Subscribe yoki obuna bo'lish yoki podpisatsiya deb turadi. O'shani bosasizlar. Iltimos, bosinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalimizda qiziqarli videoroliklar chiqyapti. Demaysizlar, obuna bo'lishingiz kerak. Qanunda videoroligimizga o'tsak ham bo'ladi. Ha, albatta ogohlantirib qo'ying. Bu videoroligimizning birinchi qismi hamma kinolarni ham boshidan zerikarliroq bo'lganda, buni ham boshidan zerikarliroq bo'lib tuyulishi mumkin. Chunki bunda jang sahnalari boshida kam. Ogohlantirib qo'yaman. Lekin keyingi qismlarda yorvoradigan bo'ladi. Keyingi qismlarni kutib qolinglar. Bu qismni ham ko'rib olinglar. Ananda ketdi. Xo'sh, qani, opa, bo'ldi. Yaxshi, gap bo'lish mumkin emas. Xo'sh, hammasi yaxshimi? Yaxshi, juda ham yaxshi. Endigina 15 ga kirgan bo'lsam ham juda ham yaxshi. Sakrashni o'rganib oldim. Xo'p, meni tuzog'imga hozircha hech qanaqa hayvon yoki nimadir tushmabdi. Xo'p, bu yerdagiga tushgan bo'lsa kerak. Xo'sh, qanida adashmasa, mana. Afsus, hech kim yo'q, hech kim tushayotgani ham yo'q. Otamga endi nima olib boraman? Mayli. Otajonimga baliq tutib berarman, lekin otajonimning mazlari bo'lmayapti. Qarzlar ham ko'payib ketganligi uchun ham go'sht olib borgim kelayotganda. Ana sigir, ana yaxshi. Sigir, qani chipet mana bu yerga tush. Tush cho'qol. Voy, nimaga o'tlab yurasan? Tush. Otajonim go'sht pishirib beraman otamga. Yaxshi. Bo'ldi. Tuzog'imga tushding. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi opa, bo'ldi. Sekin shoshmasdan tushishim kerak, chunki juda xo'p. Voy, mana bu yerning chuqurligini. Tushib ketma. Voy, tushsam aniq oyog'im sinadi. Keyin ko'pchilik ishim tushishi mumkin. Bo'ldi, gap yo'q. Qani go'sht. Voy, mana go'sht. Faqat ehtiyot bo'lib tushishim kerak. Voy, juda ham chiroyli. Xudo xolasa, otajonim mendan xursand bo'ladilar. Xo'pa, bo'ldi. Yaxshi. 3 ta go'sht bo'ldi, ya'ni 3 kilo go'sht. Bu bitta sigirdan. Bu juda ham yaxshi. Xo'pa, bo'ldi. Men otam o'rgatgan tuzoqlar bugun ish beryapti. Juda ham xursandman. Xudo xolasa, otajonimga go'sht pishirib beraman va otajonim biroz bo'lsa ham o'ziga kelib olsalar kerak. Qonunda uyga tezroq yetib borishim kerak. Xudoga shukr, uyga ham yetib kelib qoldim. Xudo xolasa, uyga kiraman-da otajonimdan rosa maqtovlar eshitaman. Xo'p. Voy, olim aka, voy, tuxum, mayli, qani, opa, shunaq bo'ldi. Yo'q, yaxshisi buni pishirib yeyman. Xo'p, olim aka, nima bu? Turib olim aka, menimcha tabiatdan, manzaradan bahramandlar. Ha, mayli, bezovta qilmayman. Salom o'tib ketibsiz, salom berish kerak, mayli. Olim aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Olim aka, yaxshimisiz, to'g'misiz? Yaxshi. Mayli. Olim akani ham vaqtim olmay, voy, xudoga shukr, uyga ham yetib keldim. Qani, hammasi yaxshi. Sochlari olaman, bo'ldi. Xo'p, go'sht bor, tushirib qolmadim, tuxum ham bor, xudo xolasa. Otajonim mendan rosa ham xursand bo'ladilar. Xo'p. Otajon. Ha, o'g'lim, qalaysan? Yaxshi, otajonim, men sizga juda ham yaxshi xabarim bor. Xo'sh, o'g'lim, qanaqa xabar ekan? Otajon, men bugun mana shunaqa shirin go'shtlar topdim. Yo, o'g'lim, qayerdan topding bunaqa go'shtlarni? Ota, sizdan o'zingiz o'rgatganingiz yo'q menga. Unaqa chuqurcha qazib qo'yib, hayvon kelishini kutib, uning ichiga narsa solib qo'yasan deb. Ha, o'g'lim, esimda. Shunaqa narsadan foydalandim-da. O'g'lim, sen ham katta bola bo'lib qolding. Gap yo'q. Ishing bardavom bo'lsin. Rahmat otajon. Masalangiz yaxshimi? Qo'llaringizdan ancha charchab qolibdi. Keling, yoting, dam oling. Yo, o'g'lim, xullas shu desang, ertalabdan vitsirlar kelib, mana asabimni buzib, qachon qarzingni bersan deb o'tiribdi-da. Ha, ota, xabarim bor. Yaqinda uyimizni ham olib qo'yishmoqchi ekan-ku. Ha, o'g'lim, shunaqa. O'shaning uchun siqilib o'tiribman. Qarzimni to'lamasam, bilasan, oxir yaxshilik bilan tugamaydi. Ha, ota, mayli, o'ylamang otajon. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir men sizga anaqa qilib beraman. Go'sht pishirib beraman. Maza qilib yeb olasiz, otajon. Xo'p, mayli o'g'lim, unda ishingga omad. Xo'p, bo'ladi, otajon. Hozir men bizga daraxt qolmabdi-yu. Xo'p, olib kelish kerak daraxt. Otajon, mayli, nima daraxt olib kelaman. Xo'p, o'g'lim, xo'p. Ishingga bor. Xo'p, bo'ladi, ota. Xudoga shukr. Qani, opa.
Olam aka qaraysiz. Xudo xohlasa hozir men daraxt qo'ysam, yaxshigina daraxt bo'lib, mana uyimiz yonida bor, lekin bunga tegishga otam ruxsat bermaydilar. Xo'p, xudo xohlasa otam rosa ham xursand qilaman. Opa, buzamiz. Chunki o'sh pishirishda hozir olov yoqishim kerak. Xo'p, bo'ldi, yaxshi. Gap bo'lishi mumkin emas. Otam mendan rosa ham xursand bo'ladi, xudo xohlasa. Bo'ldi. Bo'ldi, yaxshi. Buni ham buzib olaman. Albatta, to'g'ri. Bo'ldi, menimcha yetadi shuncha. Xo'p. Xudo xohlasa otam rosa ham mendan xursand bo'ladi. O, juda ham xursandman. Bugun juda ham zo'r kun. Mana 15 ga ham to'lib oldim. Maktabni ham tugatdim. To'g'risi, maktab uncha g'alatiroq edi. U yerda faqat kamonda otishlarni, qilich turishlarni o'rgatishdi. Ham mayli. Xo'p, qani, opa, bo'ldi. O, otajon qalaysiz hozir? Tuzimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Ha, yaxshi o'g'lim. Hozir ota sizgacha juda ham shirin go'sht pishirib beraman. Sigirlikka maza qilib yeb olasiz. Rahmat o'g'lim, rahmat. Xo'p, hozir mana bu yoqqa. Vau, yonishini juda ham yaxshi. Hozir sizga juda ham go'sht tayyor bo'lyapti. Rahmat o'g'lim. Ota hozir meni ishim chiqib qoldi, hozir borib kelib bitta joyga suv olib keladi, hozir go'sht bilan ichishga suv kerak bo'ladi-yu. Xo'p o'g'lim, xo'p. Hozir otajon. Xo'p, qani tezda suv olib kelishim kerak otamga. Xo'p. Mana suvi ham oldim. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Hop, qayoqqa chiqib ketdilar? Va mayli. Qani, ovqat pishib qolibdi, yaxshi. Otajon, otajon. Olim aka, otamni ko'rmaysizmi? Ay, achotam bermanglar ham, mayli. Qayoqqadir chiqib ketgan bo'lsa kerak-da. Xo'p, hozir men ovqat pishirib qo'ydim. Endi men xo'pa. Shunday go'sht chiqarib qo'yaman. Xo'p, bu yerga jo'ka yaxshi solib qo'yganim yaxshi. Nima? Kamon topib oldimmi? Juda ham g'alati. Bu kamon kim uchun? Otam qayerdalar? So'rashim kerak. Ha, balki men tug'ilgan kunimga olib bermoqchi bo'lgandirlar kamonni. Ha, bo'lishi mumkin. Lekin tug'ilgan kunimga hali ancha bor. Ha, nimaga ekan? Ha, mayli, buni kechqurun bilib olsam kerak. Hozir esa mana o'sha kechqurundan quyosh tushyapti. Hozir suv ham qo'yib qo'yay. Bir to'la otam kelsa juda ham xursand bo'ladilar. Hozir boshqa ishlarimni qilib turaman. Xo'p, bo'ldi. Yaxshi, buzib olaman. Yaxshi, xudo xolasi 23 ta yig'dim. Yaxshi. Endi buni bemalol sotsam ham bo'ladi. Opa, bo'ldi. Bo'ldi, yaxshi. Voy, qo'llarim ham og'rib ketdi, charchab ketdim. Ha, mayli, pul topishim kerak, chunki hali oila qurish kerak, bu yoshlarni ham qilish kerak. O'shaning uchun charchamasligim kerak, o'zimga pul yig'ishim kerak. Uning uchun esa mehnat qilish kerak. Qani kechqurun bo'lib qolganga o'xshabdi. Kechqurun, voy, bu yulduzlarmi bo'lar? Yulduzlar. Ha, tushunarli. Demak, bundan ham bir olib olaman, lekin bog'orni egasi ko'rib qolsa meni o'ldirib qo'yadi. Chunki umuman bu narsani olishga ruxsat bermagandi. Ha, mayli. Hech qisi yo'q. Men to'g'ri, yo'q, yaxshisi nimadir unaqa birov narsasini olmaymiz. Chunki birov narsasini olish yaxshi emas. Hechkini joyiga qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi, egasi kelib olib boradi. Chunki birov narsasini qichqon olish kerak emas. Bu ham gunoh, ham yaxshi emas. Xo'p, mayli, tepaga chiqamiz. Otajonim kelgandirlar, men uchun juda ham qiziq. Kamon kimga bo'lishi mumkin? Mengami yoki boshqa o'g'illargami? Savol. Ularda boshqa o'g'il yo'q. To'g'ri bor, lekin men akam bor, to'g'ri. Uning ismi Artur. Artur lekin jangda o'lib ketganiga kamida 20 yil bo'lyapti. Men chaqaloqligimda Artur o'lib ketgan. Artur akam bilmayman endi qanaqasiga. Ha, mayli. Voy, olim aka. Voy, olim aka menimcha uyqusirabdilar. Xo'p. Olim akani polizini olib tashlagim keldi. Endi albatta o'zlariga olib qaytarib beraman, lekin mayli. Olim aka o'zlariga oladilar. Mayli, unda qani uyga kiramiz. Bo'ldi. Yo, otajon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, o'g'lim, yaxshimisan? Ha, otajon, xudo xolasa men bugun mana shu ish ishladim. Yaxshi, barakalla o'g'lim, barakalla. Otajon, aytgancha, menga gapingiz yo'qmi? To'g'risini aytsam, gapim bor, lekin qanday aytishni bilmayapman. Xo'sh, otajon, ayting, qanday gapingiz bor? Xullas, mana orqamdagi sandiqni och. Hop, voy, kamon bor ekan. Ota, bu kimga? Bu juda ham qimmat turadi-yu.
Ha o'g'lim, bilaman, xabarim bor. U yerda kamon bor. Bu kamonni kimga deyishing mumkin? Bu kamon esa senga. Yo'q ota, mengami? Ye boy, gap yo'q. Otajon, nega menga? Axir men hali endigina 15 yoshman-ku. O'g'lim, akang Arturdan qolgan yagona yodgorlik. Men undan o'lgandan keyin buni senga olib qo'ygandim. Va mana u paytda sen bilsang kerak, даже tug'ilmagan ekan. O'shaning uchun ham buni senga beraman. Otajon, rahmat. Bu demak bu Artur akam ishlatganlarmi? Ha, akang Artur ishlatgan. Akam Arturda bu qanday bo'lgan? Ha, uni katta bo'lsang senga qishloqdagi aholi qaytib beradi. Ha, mayli. Olsam bo'ladimi? Albatta olsang bo'ladi. Hop. Voy, otajon, rahmat. Qani. To'xta, bu yerda otma. Voy, nega otajon? Bu yerda nega otmaslik kerak? Bu yer uy, bu yerda otib bo'lmaydi. Ha, uzr. Xullas, otajon, rahmat kattakon sizga. Joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Aka, ovqatingizni yedingizmi? Ha, ovqat juda shirin chiqdi. Rahmat o'g'lim, joningiz sog' bo'lsin. Unda mayli otajon. O'g'lim qayerga? Ota, xabaringiz bor, men ishlashim kerak. Kechqurun ham ishlashim kerak, to'g'risi. Bo'lmasa pul topib bo'lmayapti. Ha, mayli, ishingga omad, unda men yotib uxlayman. Aha, xo'p otajon, xo'p. Xo'p, mayli. Vau, kamolli bo'lib oldim. Vau. Akam Artur ishlatgan ekan. Bilmayman, akam Artur qanaqadir zvezda bo'lganmi? Qanaqasiga bunaqa kamollar akamda bo'lgan bo'lishi mumkin. Qishloqdagilardan so'rasa, hamma akang zo'r inson bo'lgan, qurol bo'lgan deydi ba'zilar. Men hammasini latifa deb o'ylayman. Mayli. Bu muhim emas. Hozir menga buni olishim kerak-da, sinab ko'rishim kerak. Qayerda sinab ko'rsam ekan? Qayer menga yarashadi? Xo'p, mana shu yerda. Qani. Xo'p, bo'ldi. Yo'q, menimcha o'xshamadi. Buni ochaman. Opa, bo'ldi. Ana endi sinab ko'raman. Xo'p. Opa, bo'ldi. Shu gap yo'q. Vau, olovda juda ham chiroyli ko'rinar ekan. Qani, unda hozir uni mo'ljallab ko'raman. Yarmikan? Vau, juda ham chiroyli. Ana endi ishga qaytishim ham kerak. Ishim qanaqa? Albatta endi men qorovulman, qishloqqa qarab o'tiraman. Endi oldin tayoqchada qaradim, tayoqda kelganlarni urib turardim. Ana endi kamoncham bor. Albatta hech kimga o'tib bo'lmaydi, lekin kamoncha bu juda ham yaxshi degani. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Lekin juda ham uyqum kelyapti. Tasavvur ham qilish qiyin. Mayli. Molxona hech kim ko'rmayapti. Mayli. Lekin buzamiz. Sekingina buzamiz. Bo'ldi. Mayli, kimdir kelsa oldimga kelsin, men charchadim. Changib ketibdi-yu. O'zingga shukr, juda ham chiroyli tong bo'ldi. Opa. Voy, gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham zo'r kun bor. Quyosh qaranglar. Opamiz bizani. Yoki-da opa, assalomu alaykum. Mayli. Juda ham bizani mensimas ekan shekilli-da. Xo'p, mayli. Nima bo'lgan taqdirda u yerda nima bo'lyapti? Tushunmadim. U yerda nimalar bo'lyapti? Otamni uyini oldami? Tushunmadim. Nima bo'layotgan bo'lishi mumkin? Axir men bilmaydigan nima bo'lishi mumkin? Qani? Hop, voy, otamdan pul so'rashyaptimi? Otam pul tashladi ularga. Pulni oldi. Qani nima bo'lyapti bu yerda? Otamga demanglar. Yo'q, faqat emas. Bular meni chiqarsin so'rab kelishdi. Yo'q, ota, yaramaslar. Otamga qo'l ko'tardilaringmi? Tiya qo'l. Nega o'tolmayapman? Otamni yarador qildi bular. Otajon, otam yaxshimikin? Voy, bularga agar o'tsam meni o'ldirib tashlashlari mumkin. Otam ish qilib yaxshi bo'lsa bo'ldi. Otamni yarador qilishdi. Opa. Tiya qo'l nega nega o'tishni bilmayman. Yo'q, otamni qarshisiz olishim kerak. Yo'q, nega? Otam yaxshimi? Otajon, ota yaxshimisiz? Otajon, yaxshimisiz? Sog'lar yaxshimi? O'g'lim, yaxshiman. O'g'lim. Ular nima qilishdi? Ular nima qilishdi? O'tishdimi? Yig'lamaslar. O'g'lim. Otajon, nima bo'ldi? Ota,
O'g'li, meni ham umrim kam qoldi. Yo'q, ota unaqa demang. Otajon, siz hali yashaysiz. Ota, Ular senga qisqasini aytaman. Sening akang qurol bo'lgan. Uning ismi Artur. yo'q, ota. Artur, yo'q, mayli. Otajon, o'zingizni asrang. Hali o'lishingiz kerak emas. O'g'li, mendan rozi bo'l. Yo'q. Nega? Xo'sh, oba. Hammasi yaxshilik bilan tugasa bas. Ho'pa, bo'ldi, yaxshi. Qani endi bularni bir sinab ko'ramiz. Xo'sh, ana, bo'ldi, yaxshi. Qani, faqat kukundan sezishsa bo'ldi. Bekana bo'lishim kerak. Qani. Chiqlaring, chiq. Chiqishdi. Qani. Voy, sezyapsanmi? Mana bu yerda kimdir yo'qdi. Ha, sezapman. Aha, battar bo'laring. Ma. Bo'ldi. Yaxshi. Bular anchagina bot ekan. Menimcha Lancelot shu yerda bo'lishi kerak. Bo'ldi. Shu uchunga. Va nihoyat men otam aytgan narsani amalga oshiraman. Xo'sh, mana bu yerda hech kim yo'q. Opa. Voy, bu yerni bu meni butun komandamga yetadi. Bu yerda nima bor? Judayam yaxshi. Aynan menga kerak edi. Wow. Bu uncha kerak emas. Xo'p, Lancelot qayerda ekan? Lancelot bu yerda-chi? Wow, afsuski menda bundan yaxshi otim bor. Lancelot mana shu yerga qamab qo'yishgan bo'lsa kerak. Hop. Lancelot, men keldim. Sen kimsan? Artur? Men Artur emasman. Unda kimsan? Lancelot, hozir sizni ozod qilaman. Lancelot, chiqing. Sen kimsan? Keling, chiqing, keyin gaplashib olamiz. Keling. Voy. Sen kimsan? Hay, men Arturni ukasiman. Iltimos, chiqing. Sizga barchasini tushuntirib beraman. Artur qani? Arturga nima qilding? Artur yaxshi, keling Lancelot, hozir anularni qo'shni kelib qoladi. Iltimos sizdan chiqa qoling, iltimos. Mana eshiklarni buzib tashlayman. Keling. Xudoga shukr. Menga tushuntirib berasan. Albatta sizga tushuntirib beraman. Yuring. Faqat bu yerdan tezroq qochaylik. Ha, afsusdaman. Otang uchun ham, Artur uchun ham. Ha, ular yaxshi inson edilar. Ular juda ham mehribon va xalq g'amini ko'radigan qurol bo'lishgan. Ha, afsuski Artur qurol bo'lganini men, ya'ni akam qurol bo'lganini otam o'lgandan keyin bildim. O'shandan keyin bilmadim, hayotni ham biroz boshqacha hayotim o'zgarib ketdi ular. Otasiz, akasiz, hech kimsiz yashadim. Mana oradan 8 yil o'tdi va sizni topdim. Sizdan maslahat so'ramoqchiman. Lancelot, menga nima deya olasiz? Nima qilishim kerak? Afsusdaman. Akang bir chiroyli davlat qurgan edi, ammo u davlat ham hozir yo'q bo'lib ketgan bo'lsa kerak. U davlat qanaqa davlat edi? Bu davlatga 22 yil oldin nima desam bo'ladi? Yo'q qilib yuborilgan. U davlatning nomi Camelot edi. Ha, tushunarli. Bu haqida eshitganman. Ertaklar ko'p-ku. Maslahat beraman. Xo'sh, qanaqa maslahat berasiz? Kel birga ikkimiz davlat quramiz. Xo'sh, qanaqa davlat quramiz? Biz ikkimiz yerlarni bosib olamiz va o'zimizning mustaqil davlatimizni quramiz. Rostdanmi? Ha, rostdan, ammo men hozir 80 yoshga to'lishimga 2 kun qoldi. O'shaning uchun qirollik senga qoladi, lekin men o'lgunimcha senga xizmat qilaman. Men seni ritsering bo'lib qolaman. Yo'g'i? Xuddi akangga xizmat qilgandek. Juda ham xursand qildingiz. Unda qachon ishni boshlaymiz? Ertadan sekin bu joylarni bosib olishga va jangga kirishamiz. O'zimizga birinchi askarlar yig'ib olamiz, mard va jasur. Men roziman. Bo'ldi. Tayyorgarchilikni ko'ramiz, ammo bugun uxlay olaylik. Yaxshi dam oling. Voy, oyog'im biram chiroyli.